hammaga salomat bo'lib, saqlash bu 25-27 числоgacha noyabr 2025-yil reja bo'yicha chempionatni boshlab olamiz. Xudo xohlasa. O'tkazganmiz. Assalomu alaykum. Bilyard ishqibozlarimizda men bilyard ustalari desam bo'ladi. Endi mana ko'ryapsizlar, mana Angliya bitta misol keltiraman. Angliyada mana shu sport turlari bo'yicha qaysi biri sizlarga maqbul bo'ldi, butun jurnalistlarga anaqigan so'roq. Ana o'shanda birinchi futbol deyishgan, ikkinchisini snooker. Hech qachon mana bo'lmasa Angliyada shunaqangi kuchli sportsmenlar bor edi, futbolistlar bor edi, bokschilar bor edi. Lekin Ronnie Sullivan deganni tirikligida qaytarib o'tishdi Angliya. Tirikligida. Bunaqasi bironta joyda bo'lmagan. Mana bizani ham chiqarib O'zbekistonning tarixida birinchi marta bo'lmagan bunaqa narsa. Birinchi marta jahon chempionatini mana aprel oxirlarida mana o'zida o'tkazamiz. Ana o'shaning uchun mana butun viloyatlarda saralash bo'lib o'tdi. Endi mana bugun yana o'shalarni davomi ketyapti. Mana eng kuchlilarni endi hammasini Javohir spiskasini berasizlar-da menga. Men aytdim, spiskani beringlar, kimda haligi tituli bo'lsa titul deydi. Hattodir hali chempionati bu grammatga bo'ladi bo'lsa, biz ham o'sha sport vazirligi bilan men gaplashdim. Sizlarga ham master sportda, kandidat master sportda degan narsalar bor. O'shalarni hammasini men o'zim ko'rishga qilaman. Shuning uchun beringlar mana shu anaqalarni hammasini. Endi olam bor, mana bugungi turnirda hammaga omad tilab qolaman. Ruxsatinglar bilan bugungi turnirni ochib bergan bo'laman. Omad degani mana To'qayda eng kuchli o'yinchilar mana kecha Rabbek qanaqani qo'ydi. Eng kuchligini nomlarini uchta chempionlar Rabbek qo'ydi. Lekin Rabbek bizga bekiligi, bizani bolligi yutqazib ketdi. Endi bizani respublikada ko'p shu Moskvaga o'rgangan. Lekin Svobodniy piramida degani bor, o'shani anaqa Javohir Svobodniy piramidani bir chempionatini mana shu o'tkazib, mana shuni ham rivojlantirmasa bo'lmaydi. Mana qirg'iz chempion bo'ldi. Novosibirskda. Rabbek biza. Shuning uchun mana shularga tez mana chempionatda o'tkazib tursa, chiroyli yaxshi bo'ladi. Shuning uchun yana bir bor hammaga chiqib hamisha sog'sa nima bo'lmaydi. Nimaki niyat bo'lsa hammasi chiqib amalga oshsin. Rahmat. Это Ставрополь. Заявок больше нет. Ну, от имени
Federatsiya Liga Sport Respublika O'zbekiston. Я поздравляю Наргизу. Она действительно авторитет республики, она везде защищает, везде участвует. Так что поэтому, если разрешите, от имени всех, я вручаю вам диплом за первое место. Всем благ вам. Yana bitta e'lon yigitlar. Mana hozir dekabr oyida bitta turnir bor Xitoyda, Hebel bo'yicha. Kim qatnashganlik bor biladi. Jela ishida bo'lsa, mana hozir 14-dekabrda boshlanadi, ikkita turnir bor. Bitta ko'ringlar, boraman degan narsani dasturga. Salyam keladi. Hebelga boradiganlar bo'lsa sahroga ketkazsin. Abakam telefonlariga ham chiqib olmaydi. Bu seryoz narsa dehqon. Mana o'zbekiston qo'lini bir tashlab shunga o'tmoqchi. Non bezda qotdi o'zi non. O'zbekiston to'ldi non qol. Yumshoqlar yeganlar o'sha shoqda. Assalomu alaykum hammaga. Endi nima tilaymiz? Kuchli bilyardchi yutishni tilaymiz. Hammalaringizga omad. Turnirni boshlaymiz. Eng kuchli bilyardchi aniqlashini endi kutamiz. Endi yana bitta narsani aytamiz, 16 ta odam tanlaymizda. Agar bizga dopusк berilmasa, kvota bo'yicha 20 ta. 4 ta biz kvota o'tganlar bor. Chunki 16 talik ichida eng yomon rezultat ko'rsatgan o'yinchi zaxirada turadi. Ularni ham harakat qilamiz, что ular o'shasiz qilishiga. Chunki har bitta sharga harakat qilishlaringizni so'raymiz. Chunki yaxshi rezultat 16 talikka bo'lgan bo'lsa ham ular kiradi. Har bitta shar, har bitta partiyaga. Shunga harakat qiling. Omad hammaga yaxshi bilan bo'lsin. Bir minut yana o'qishima, hamma o'z shartlarini bilishadi. Birinchi guruh qaysi stol o'ynashligini ham bilasizlar hamma. To'g'rimi? Hozir O'zbekiston Respublika matkasini qo'yamiz. Shundan keyin hammaga omad tilayman, sog' bo'ling, omon bo'ling. Obro'li.
Sizlarga yaxshi tilaklar, yaxshi g'alaba. Rahmat kattakon.